Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz musulmonlar. Umumiy ma'noda aytishimiz mumkinki, islom dini ilm dinidir. Yer yuzidagi barcha jonzotlar ichida eng mukarram, azizi o'laroq insonni yuqori qo'ygan. Insonni ongi, ruhi, tafakkuri, qalbi bilan yuqori darajalarga ko'targan din aynan islom dinidir. Islom dinida insonning darajasi, martabasi uning moli dunyosi, boyligi, nasl nasabi bilan emas, balki avvalambor uning qalbidagi iymoni, ixlosi, taqvosi va qolaversa uning ilmi, ma'lumot darajasi bilan belgilanadi. Qur'oni Karimda Alloh taolo juda ko'plab oyatlarda insonlarni ulug'lagan holda murojaat qilar ekan. Mana shunday murojaatlar ichida Alloh taolo aytadiki: Astaizu billah, hal yastavillazina ya'lamuna vallazina la ya'lamun. Ya'ni biladigan insonlar bilan bilmaydigan insonlar teng bo'larmi deydi. Yoki boshqa oyat karimada Alloh taolo marhamat qiladiki: Astaizu billah, yarfa'illahu allazina amanu vallazina utul ilma darajat. Sadaqallohul azim. Ya'ni Alloh taolo sizlarning ichlaringizda iymon keltirganlar va ilm egallaganlarni darajalarda yuqori ko'tarur deb marhamat qiladi. Bu yerdagi ilm ko'pchilik hozirgi kunda noto'g'ri tushunadigan shunday bir tushunchalar bo'lib qoldiki, faqatgina diniy bilim, faqatgina Qur'oni Karim, hadis, aqida, fiqh ilmlari deb tushunib qoladigan insonlar ham bor. Vaholanki islom dinida ilm diniy va dunyoviy deb emas, balki manfaatli va manfaatsiz ilmga ajratiladi. Ya'ni insonni bu dunyodagi hayoti va oxirati uchun manfaatli bo'ladigan barcha ilmlar zaruriy ilmlar sifatida ularni o'rganish islomda farz qilingandir. Ya'ni islom dinida beshikdan to qabrga qadar ilm olish farz. Shu bilan birgalikda jamiyatda zarur bo'lgan ilmlarni o'rganish mana shu jamiyat ahli uchun farzi ayn yoki farzi kifoya bo'ladi. Misol uchun aytadigan bo'lsak, bir jamiyatda aytaylik kosiblar yoki quruvchilar yoki duradgorlar ko'p bo'lsa-yu, lekin ziroat ilmini, dehqonchilik ilmini biladigan insonlar bo'lmasa, mana shu jamiyat uchun yetishtirish ilmlarini o'rganish har bitta inson uchun farzi ayn bo'lib qoladi. Ya'ni turli xil davrlarda, asrlarda har bir jamiyatda qaysidir ilmlarni o'rganish zaruratga ko'ra farzi ayn darajasiga ko'tariladi va qaysidir ilmlar bir qancha insonlar o'rganganlari orqali u farzi kifoya bo'ladi. Hozirgi intellektual yuqori darajaga ko'tarilgan 21-asrda insoniyat texnik taraqqiyotda juda ilgarilab ketdi. Zamonaviy ilm-fan rivojlanishi bilan birgalikda mana bu sun'iy intellekt, boshqa axborot texnologiyalari, inson qo'li bilan yaratilgan texnik yutuqlar insonni ilmda yana ham ilgarilashiga chaqirar ekan. Bularning hammasi bizni islom dinida zamon bilan hamnafas bo'lish, mana shu ilmlarni birinchilar qatorida egallash muhimligini ta'kidlanadi. Zero qadimdan islomning ilk asrlaridan e'tibor qiladigan bo'lsak, aynan musulmon olimlar, musulmon ulamolar dunyo taraqqiyotiga, insoniyatni yana ham yangi taraqqiyot bosqichiga o'tishiga o'z hissalarini qo'shib kelganlar. Hozirgi zamonaviy tilda aytganda sivilizatsiya, inson sivilizatsiyasi taraqqiyotida aynan musulmonlar, musulmon olimlarning o'rni beqiyos. Ular qilgan ilmiy ixtirolar, ularning kashfiyotlari hozirga qadar insoniyatga xizmat qilib kelmoqda. Bizni buyuk ajdodlarimiz, yurtdoshlarimiz bo'lgan Abu Muso al-Xorazmiyning mana shu matematika, algebra ilmiga qo'shgan hissasi, aynan Muso al-Xorazmiy nomidan algoritm so'zining olinishi yoki uning yozgan kitobidan Al-Jabr val Muqobala asaridan aynan mana shu algebra fanning kelib chiqishi hozirga qadar matematika barcha fanlar ichida mana shu aql gimnastikasi, fanlarning otasi, fanlarning o'zagi bo'lib kelayotganligi va
biz mana shu ishlatayotgan, hattoki tasvirga olayotgan raqamli texnologiyalar ham aynan Abu Muso al-Xorazmiyning ilmi, kashfiyoti ustiga qurilganligi, mana bu ilm 1000 yildan ortiq xizmat qilib kelayotganligini ko'rsatadi. Buyuk bobomiz Abu Ali ibn Sinoning tibbiyotga qo'shgan hissalari albatta dunyoda Gippokrat nomini ko'p tilga olinadi. Tibbiyot sohasida Gippokrat qasami ichildi deyiladi. Lekin hozirga qadar mana shu tibbiyot sohasida Ibn Sino tomonidan yozilgan kitob Tibb qonunlari asari ko'plab meditsina universitetlarida darslik sifatida o'qitib kelinadi. Va aynan Ibn Sino nomidan hozirgi Yevropa yoki rus tillarida tibbiyot so'zining kelib chiqishi Ma'dani Sino so'zidan meditsina deb nomlanishi ham aynan mana shu buyuk bobomiz, alloma bobomizning ilmi hozirga qadar insoniyatga manfaat keltirib xizmat qilayotganligini yana bir dalil etishimiz mumkin. O'z vaqtida Muhammad al-Beruniy bobomiz yer kurrasining dumaloqligi-yu mana shu okean ortida qit'a borligi, Amerika qit'asining mavjudligini aytib berganligi yoki bizdan oldin o'tib ketgan 1000 yillar oldin yashagan xalqlarning tillari, urf-odatlari, madaniyat va dinlarini o'rganganligi ham mana shular misolidadir. Albatta islom ilmlarida ham sanaydigan bo'lsak, O'zbekistondan chiqqan, hozirgi O'zbekiston hududida yashab o'tgan ulamolar Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Abu Mansur Moturidiy, Burxoniddin Marg'iloniy kabi fiqh, aqoid, hadis ilmida ko'plab ulamolarni keltirishimiz mumkin. Va mana shunday buyuk ajdodlarning farzandlari, nabiralari, ya'ni avlodlari bo'lish bugungi kun o'zbek jamiyati uchun barcha ilmlarda yetakchi bo'lish vazifasini yuklaydi. Ularni nomlarini faxr bilan aytar ekanmiz. Albatta biz hozirgi kunda o'shalarga o'xshagan ilm o'rganishimiz, ilmlarni diniy, dunyoviy deb emas, balki barchalarini qunt bilan o'rganishimiz zarurligini ta'kidlaydi. Zero mana so'nggi 7 yil davomida oladigan bo'lsak, O'zbekistonda ilm-fan taraqqiyoti uchun, ilm o'rganish uchun barcha sharoitlar yaratildi. Maktab ta'limi emas, hattoki maktabgacha davrda insonni tug'ilgandan 3 yoshgacha, 3 yoshdan 7 yoshgacha, 7 yoshdan umumiy o'rta maktabda o'qiydigan davrlarga bo'lib bir qancha ta'lim bosqichlari ishlab chiqildi va hozirgi kunda nafaqat oliy ta'lim, bu bakalavr, magistr darajasi, balki undan keyingi doktorlik darajalari, o'sha PhD va Doctor of Science degan 2 bosqichlik dissertatsiya yoqlash darajalari ham juda tezlik bilan rivojlanib kelmoqda. Bu albatta hukumatning, davlatimizning mana shu ilm-fan taraqqiyotiga berayotgan e'tibori natijasi deyishimiz mumkin. Bu universitetlar sonining O'zbekistonda so'nggi 7 yil davomida 70 tadan 205 taga ortganligi, xorijiy ko'plab yetakchi universitetlarning filiallari bizning O'zbekistonda ochilayotganligi bilan birgalikda yana bir alohida ta'kidlaydigan jihatimiz shuki, O'zbekistonda hozirgi kunda aynan ayollarning ta'limiga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Islom dinida ayolning o'rni naqadar tabarruk ekanligi, uni ona sifatida, kelajak avlod tarbiyasi sifatida hurmat qilinishi o'laroq O'zbekiston davlatida hozirgi kunda ayollarning ta'limiga barcha shart-sharoitlar yaratilib, hattoki mana shu bakalavr darajasidan keyin ko'pchilik mana oilali bo'ladi, turmush quradi, oilasi bilan band bo'ladi yoki qandaydir bir o'qishga vaqt ajratish yoki moliyaviy qiyinchilikka duch kelishi mumkinligini e'tiborga olib, ayollarga xos imtiyozlar belgilab berilgan. Bakalavr darajasida o'qishga kirishga bir qancha toifa ayollarga imtiyoz berilgan bo'lsa, magistr darajasini o'qishda O'zbekistondagi barcha qizlar uchun, barcha ayollar uchun o'qish bepul qilib belgilanganligi mana shu darajadagi ayollarning ilm olishiga ochib berilgan juda katta yo'l deb aytishimiz mumkin. Dissertatsiya qilayotgan, ilmiy tadqiqot institutlarida ishlayotgan ayollarning soni ham ortib borishiga aynan mana shu omillar ta'sir qilib kelmoqdaki, albatta ayol nafaqat farzand tarbiyalashi, balki o'z tarbiyasi orqali butun millatni tarbiyasiga, millatning kelajagiga xizmat qilishi albatta bu alohida ta'kidlanadigan jihat deyishimiz mumkin. Qolaversa biz mana shu musulmon yurtlarida
xosatan O'zbekistonda islom ilmlari qadimdan rivojlanib kelganligi, ya'ni bu yerdagi madrasalar, qadimda madrasa deb nomlangan ta'lim muassasalari aslida 3 bosqichli ta'lim darajalariga ega bo'lganligi, bu quyi, o'rta, oliy ta'lim darajalari hozirgi universitetlar ta'limi bilan bir xil ekanligini biz yana bir qancha misollarda ko'rishimiz mumkinki, o'z vaqtida Buxoro, Samarqand, Xiva, Toshkent kabi shaharlarda yuzlab madrasalar mavjud bo'lganligi va bu yerda minglab talabalar turli xil fanlardan barobar yuqori darajada tahsil olganligi mana shu mamlakatni kelgusi taraqqiyoti mana shunday buyuk allomalar yetishib chiqishiga ta'sir qildi. Qolaversa, hozirgi kunda dunyoda mavjud universitetlarning bir qancha reytinglari tuzilgan, o'sha muayyan aytaylik talablar asosida tuziladigan o'sha xalqaro reytinglar mavjud. Lekin bir narsani alohida ta'kidlashimiz zarurki, musulmon dunyosidagi mavjud universitetlar hozirgi dunyoda faoliyat olib borayotgan barcha universitetlar ichida, ya'ni faoliyati uzluksiz davom etib kelayotgan universitetlar ro'yxatini ko'radigan bo'lsak, ularning ichida eng qadimgilari aynan musulmon o'lkalarda ta'sis etilgan universitetlar, o'z vaqtidagi madrasalar ekanligini ko'ramiz. Bularning qatorida eng qadimgi universitet o'laroq mana shu 7-8 asrlarda faoliyat boshlagan Zaytuna universiteti yoki undan keyingi darajada Al-Qaraviyun universiteti va 3-o'rinda dunyoga mashhur Al-Azhar universitetini qayd etadigan bo'lsak, Yevropadagi universitetlar mana Boloniyada o'sha birinchi universitetning tashkil etilishi 1098-yil, ya'ni 11-asrning oxiriga to'g'ri kelishi o'laroq biz aytishimiz mumkinki, hozirga qadar musulmon dunyosi universitetlari dunyoda eng yetakchi universitetlar qatorida kelmoqda. Va umuman so'zimizni boshida aytganimizdek, yana takror bo'lsa ham qaytarib aytamizki, islom dini ilm dini, insonni ilm ma'rifat bilan boshqa hayvonlardan, hattoki farishtalardan yuqori darajaga ko'taradigan aynan islom dini ekan. Alloh taoloning farzi o'laroq biz ilm o'rganishda to'xtamasligimiz, zamonaviy taraqqiyotda biron mamlakatdan ortda qolmasligimiz va hozirgi musulmon yoshlari albatta boshqa o'zlarining tengdoshlari ichida ilm fanga qiziqishi, o'zining bilim darajasi, yangi ixtiro va kashfiyotlari bilan albatta yetakchi bo'lishlarini yana bir bor ta'kidlab, Alloh taolodan butun dunyo musulmonlariga mana shu ilm, foydali ilmni bardavom etishini Alloh taolodan so'raymiz va yana musulmon yurtlaridan buyuk mashhur ulamolar, allomalar chiqishini Alloh taolodan so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.